kimga taqlid emas yoki bo'lmasam trend bo'lganligi uchun oldim, o'zi taqlid qilmayman deb o'ylaydi, aslida taqlid qiladi, o'zlikdan ketish hisoblanadi. Bu narsa, bu nimasi bilan xavfli bilasizmi? Identifikatsiyani yo'qotish, ya'ni ID degani insonning shaxsiyatini aniqlovchi narsa. Taqlid qildingizmi kimgadir? Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda men ko'proq aytaman. Olimlarga, ilm ahllariga gap bo'lishi mumkin emas, muammo yo'q bu yerda, lekin ijtimoiy tarmoqlarda kimdir go'zalligiga, kimdir malohatiga yoki trendiga nisbatan taqlid qildingizmi? Bu degani o'ziga o'zingiz siz yoqmayapsiz degani. Shu orqali demak siz ham manipulyatsiya qilishga harakat qilish, ya'ni insonlarni diqqatini jamlash. Bu oddiy mexanizm, oddiy ishlaydi bu yerda. Sababi dopamin, ijtimoiy tarmoqdagi narsalar dopamin, kichik dopaminlar albatta miyaga yoqadi. Shuning uchun ham imitatsiya deymiz biz uni fan tilida. Imitatsiya degani taqlid qilish. Haddan oshiq taqlid ham bu shaxsiyatingizni buzilishiga, shaxsiyatingizni yo'qolishiga olib keladi.